Men Raqamli avlod qizlari oromgohida birinchi marta hozirgi mavsumda qatnashyapman. Meni o'zimning loyiham yoshlarga, tajribasi yo'q studentlarga ish taklif qilish, ularni professional kadrlar sifatida yaratib berish. Meni platformam orqali yoshlar va o'z yo'nalishi bo'yicha amaliy tajribalari yo'q studentlar o'z yo'nalishlarida ish tajribalari, amaliyotlar 3-9-12 oylik amaliyotlar da ishtirok etishlari mumkin. Onlayn amaliyot orqali uyda o'tirgan holda pul topishlari mumkin. Platformamiz ustida 2 yildan buyon ishlayman. Platformamiz nomi Work Hunter, ya'ni Headhunter, Jobless Uzbekistan and LinkedInga o'xshagan platforma. Ular ish taklif qilishadi. Bizda ko'proq ish vakansiyalari va amaliyot taklif qilinadi. Bugungi kunda kelib tog' bag'rida o'zimni amaliy va nazariy bilimlarimni oshiryapman. Shuningdek, o'zimning tengdoshlarim bilan fikr almashgan holda o'zimni loyihamni realizatsiya qilish yo'lidaman.